Xo'p, katta mashinalarning chap tomonida sekin yurib ketishi taqiqlanadi. Umuman chap tomonda, chap qatorda yurishi taqiqlanadi. Sababi voy, vash to'xtab oldi. Mana yerdagi mana buyuruvchi to'g'ri 11 belgisini ham buzib ketdi mana bu. Ko'rasizlar, vashi qonunni to'liq buzib ketdi. Ya'ni buyuruvchi to'g'ri ketishda buyurib qo'ygan. To'g'ri 11 belgisini ham buzdi. Xo'p, yuk mashinani kuzatib kelyapman. 5 minutdan beri hech kimga yo'l bermasdan yo'lning qatnov qismining chap tomonini egallab kelyapti. Xo'p, katta mashinalar chap tomonda, yo'lning chap tomonida yurishi taqiqlanadi. Asos Vazirlar Mahkamasining 28-oktyabrdagi 985-sonli qarorida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasiga qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, yuk avtomobillari, katta avtomobillar yo'lning chap tomonida, chap qatnov qismida yurishi taqiqlanadi. Qachon yurish mumkin? Qachonki qayrilib olmoqchi bo'lsa yoki chapga burilayotgan bo'lsagina ruxsat etiladi. Boshqa holatlar bundan mustasno. Va jarimalar bor. Jarimasi 5 barobarigacha bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, bu haligacha qoidani buzib